Faberli kompaniyasiga a'zo bo'lgan konsultantlarimiz magazin yurishmaydi. Uyda o'tirgan holatda onlayn tarzda o'zlariga kerakli bo'lgan buyurtmani internet magazinlar orqali zakaz berishadi va o'zligiga yaqin bo'lgan punktga keladi, uylarigacha dostavka qildirib olishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda uyda o'tirgan ayollarimizga Faberli kompaniyasi juda ham qulayliklarni yaratib bergan. Bu kompaniyada ishlayotgan holatda juda ham ko'pchilik ayollarimiz o'zi uchun mahsulot olish bilan bir qatorda hozirgi kunda biznes yo'nalishimiz bo'yicha harakatlanib, marketingimiz bo'yicha harakatlanib, zo'r natijalarga, yutuqlarga erishib yurishdi. Siz ham uyda o'tiradigan ayol bo'lsangiz, oilangiz uchun zunni pasta, shampun, sovun, ozuqaviy qo'shimcha mineralkalar olishni xohlaydigan bo'lsangiz, kompaniyamizga o'zingiz uchun va oilangiz uchun a'zo bo'lishingizni tavsiya qilaman. Kompaniyamizga a'zo bo'lgan konsultantlarimiz topishyaptiki, hech narsa yo'qqa qotishmayapti. Uyda o'tirgan holatda qonuniy kompaniyaga a'zo bo'lib ishlab, katta daromad topish faqat Faberlikda bor.